2026-yilga kelib interyer dizayn keskin o'zgardi. Sababi oddiy vizual shovqindan, sun'iy muhitdan, keraksiz bezaklardan odamlar charchadi. Endi dizayn faqat chiroy uchun emas, u sog'lik, xotirjamlik va hayot sifatini yaxshilash uchun ishlashi kerak. Shu sababli 2026-yil dizayn trendlari 3 ta katta ustunga tayanyapti. Birinchisi tabiat bilan bog'liqlik. Ikkinchisi aqlli texnologiyalar, uchinchisi esa yorqin ranglar tanlovi. Tabiat bilan bog'liqlik, ya'ni biofilik interyer dizayn bu nima? Biofilik dizayn xonaga gulni qo'ydim, bo'ldi degani emas. Bu inson tabiati, turmush tarzi va uning xohishlariga asoslangan dizayn yondashuvi. Bu dizayn turi tabiatni sevuvchilar uchun xotirjamlik va tinchlik hissiyotini beradi. Chunki inson tabiat bilan bog'langan. Yorug'lik, tabiiy ranglar, tosh va yog'och kabi materiallar insonga xotirjamlik va sokinlik hissini beradi. Yirik bitta o'simlik fokus nuqta sifatida, guruh kichik o'simliklar, tabiiy materiallar, ya'ni yog'och, tosh, travertin, marmar, paxta, zig'ir, jun matolar. Tabiiy yorug'lik, qalin pardalardan voz kechish, yorug'likni maksimal darajada xona ichiga kiritish. Tabiiy rang palitrasi: yashil, qaymoq, qum rang, issiq jigar rang. 2026-yil trendi sun'iy ko'rinmasin, hamma narsa tabiiy his qilinsin. Biofilik muhitda stress 20-30% kamayadi, ish samaradorligi oshadi va uyqu sifati yaxshilanadi. Shu sababli bu trend nafaqat uyda, balki ofislarda, kafe-restoranlarda, kutish zonalarida keng qo'llanilmoqda. Navbatdagi trendimiz aqlli texnologiyalar. 2026-yilda ular qanday ko'rinishga ega? Oldinlari texnik vositalar ko'zga tashlanardi. Hozirgi kunda kelib ularni yashirish urfga aylanyapti. Aqlli yoritish, rang haroratini o'zgartirish, kun va kech rejimlari va kayfiyat ssenariylari. Aqlli iqlim nazorati, avtomatik harorat sozlash va energiya tejash. Aqlli xavfsizlik, sensorlar, kameralar va masofadan nazorat. Ovoz orqali musiqa, chiroqlar va pardalarni boshqarish. 2026-yilda qulaylik hashamat emas, balki bu standart. Aqlli tizimlar energiya tejaydi, hayotni yengillashtiradi, interyerni toza va minimal ko'rsatadi. 2026-yilda minimalizmdan qochgan holda yorqin ranglar yana hayotimizga qaytib kelyapti. Eng muhim qismi ularni qanday ishlatish kerak? Yorqin rang fon emas, balki aksent. Interyerda bitta asosiy yorqin rang yetarli. Neytral baza, oq, bej va qum rang albatta bo'lishi kerak. Rang material bilan kuchaytiriladi. Barxit, yog'och, toshga urg'u beriladi. 2026-yil trendlarining boshqa yillardan farqi: bu yil yorqin ranglar kislotali emas, bolalarcha emas, Instagram uchun emas, balki tabiiylik va his-tuyg'uga qaratilgan. 2026-yil dizayni tabiat, texnologiya va ongli tanlov uyg'unligidir. Bu kabi dizayn sizga yillar davomida xizmat qiladi. Sahifamizni kuzatib boring, interyer dizayn sirlarini sizga yoritib borishda davom etamiz.